Bir yigit odatdagidek bog'ga tungi yugurishga chiqqandi. U tunda bu yerda yugurishni yoqtirardi. Qorong'ulik, salqin havo va bog'ni o'rab turgan shahar shovqinining yo'qolib ketishi unga osoyishtalik, sukunat va gavjum dunyodan qisqa bo'lsa-da xalos bo'lish imkonini berardi. U bog' ichidan o'ralib ketgan so'qmoq bo'ylab yugurib borarkan, ikki tomoni baland daraxtlar bilan o'ralgan qismga yetib keldi. U yo'lning keskin burilishidan o'tishi bilan qotib qoldi. So'qmoqning qoq o'rtasida bir maxluq turardi. Uning orqa tomoni yigitga qaratilgan bo'lib, qimir etmasdi. U juda baland bo'yli edi va tanasi shu qadar bir tekis qora ediki, deyarli tun qorong'uligiga singib ketgandek ko'rinardi. Bu kim yoki nima bo'lishidan qat'iy nazar yigit undan qattiq qo'rqib ketdi. Ammo maxluq ham, yigit ham qimirlamasdi. Yigit nima qilishini bilmay qotib turgan paytda maxluq birdaniga boshini unga burdi va ko'zini qamashtiradigan darajada yorqin, chaqnab turgan ikkita ko'zini namoyon qildi. Yuguruvchi shu qadar dahshatga tushdiki, hatto qichqirishga ham qurbi yetmasdi. U yiqilib tushdi va maxluqdan uzoqlashishga urinib, tuproq ustida orqaga qarab sudraldi. Maxluq butun tanasini unga qaratdi va oldinga qadam tashlay boshladi. Yuguruvchi shosha-pisha o'rnidan turdi-da, bor kuchi bilan yugurib ketdi. U imkon qadar tez va bor kuchi bilan chopardi. Tomirlarida adrenalin jo'sh urardi. Yuragi ko'ksidan chiqib ketgudek urardi. Mushaklari yonardi, o'pkasi og'rirdi, ammo u to'xtay olmasdi. Nihoyat u uyiga yetib keldi. U eshikni shiddat bilan ochib ichkariga kirdi va darhol eshikni qulfladi. Uning qiz do'sti divanda kitob o'qib o'tirgan edi va nima bo'layotganini umuman tushunmasdi. Nafasini rostlashga qiynalgandan so'ng u so'qmoqda ko'rgan narsasini tushuntirishga urindi. Ammo qiz do'sti shunchaki kulib yubordi. Ko'zlari yaltirab turgan ulkan odam emish. Qorong'uda ko'ziga ko'ringandir. Ehtimol oddiygina it bo'lgandir. Hozir u tushgan vahimani oqlaydigan hech qanday sabab yo'q edi. Ertasi kuni u rostdan ham adashdimmikin degan o'y bilan qoldi. Ammo o'sha o'tkir, qorong'uda yaltirab turgan ko'zlar uning xotirasiga muhrlanib qolgan edi. Balki qiz do'sti haqdir. Balki bu rostdan ham oddiy it bo'lgandir. Ha, shunday bo'lsa kerak. Qorong'uda uning miyasi shunchaki ko'zini chalg'itgan. Shunday bo'lsa ham, u hech bo'lmaganda bir muddat bino ichida yugurishga qaror qildi. Bog'da o'sha nimanidir ko'rganiga 2 hafta bo'ldi. Bu voqeani aytgan odamlarining hech biri, na do'stlari, na hamkasblari bunaqa maxluq haqida eshitmagan edi. Hech kim unga ishongandek ham ko'rinmasdi. Bu paytga kelib, u o'zi ham bularning barchasini tasavvur qilganiga deyarli ishonib qolgan edi. Ammo u ko'rgan o'sha narsaning qiyofasi xayolidan sira chiqmasdi. Axir u butun umr yugurish yo'lagida yugurib yura olmasdi. U tungi yugurishlarini sog'ingan edi. Endi qo'rquvini yengish vaqti keldi. U yana bog'da yugurmoqda. Sukunatdan va terisiga urilayotgan mayin shabadadan zavqlanmoqda. U so'qmoq bo'ylab davom etar ekan, avval o'sha narsani ko'rgan joyiga tobora yaqinlashayotganini juda yaxshi his qilardi. Ammo u to'xtamasligi kerak. U hammaga qo'rqmasligini isbotlash kerak. Bundan ham muhimi, buni o'ziga isbotlash kerak. U baland daraxtlar orasidan o'tadigan yo'l qismiga yetib keldi. Avvalgidek shahar shovqini yana g'oyib bo'ldi va atrofni faqat uning bir maromda og'ir nafas olishi egalladi. U egri-bugri so'qmoq bo'ylab yugurishda davom etdi. Yuragi tobora tezroq ura boshlaganini sezdi. Ammo u davom etishi kerak edi. U o'sha burilishni yana aylanib o'tdi va hech narsa yo'q edi. U sekin yugurishdan to'xtadi. Albatta, bu yerda hech narsa yo'q. Aslida ham hech qachon bo'lmagan. Demak, u bularning barchasini tasavvur qilgan ekan. Yoki rostdan ham shundaymi? Bugungi hujjat SCP fondining Italiya filialidan olingan. SCP-015 IT. Boshqacha nom bilan Bugiman. SCP-05 IT bo'yi deyarli 2 metrga yetadigan gumanoid mavjudot. Uning tanasida umuman tuk yo'q. Terisi esa shu qadar to'q qora rangdaki, unga tushayotgan yorug'likning 98% ni yutib yuboradi. Shu sababli qorong'ulik kam joylarda u deyarli ko'rinmaydi. Uning boshida na burun, na quloq bor. Ammo bu yetishmayotgan a'zolari deyarli sezilmaydi. Chunki SCP-05 IT ni ko'rganingizda butun e'tiboringizni uning ko'zlari o'ziga tortadi. Bu gimmanning terisi mutlaqo qora bo'lsa-da, uning ko'z qorachig'ida yorug'lik hosil qiluvchi maxsus organlar bor. Shu tufayli ko'zlari chuqur dengiz yirtqichlariniki kabi qorong'uda yaltirab turadi. Uning yuqori va pastki jag'ida 8 tadan o'tkir tishlar mavjud. Bundan tashqari, uning uzunligi 28 sm bo'lgan 2 uchli tili ham bor. Tilining har ikkala uchida ichkovak, ignaga o'xshash maxsus organlar joylashgan bo'lib, ular to'g'ridan-to'g'ri qizilo'ngachga tutashgan. Bu o'ziga xos biologik tuzilma nima vazifani bajarish haqida birozdan so'ng gaplashamiz. Jismonan SCP-015 IT unchalik baquvvat ko'rinmaydi. Ammo u kutilmagan darajada kuchli bo'lib, voyaga yetgan insonni bemalol yenga oladi. Uning ozg'in qo'llari oddiy odamnikidan ancha uzun.
4 ta barmog'ining har biri esa ustara kabi o'tkir tirnoqlar bilan tugaydi. Shuningdek, u jismoniy jarohatlarga nisbatan ancha chidamli ekanligi kuzatilgan va tashqi yaralar hamda ichki a'zolaridagi shikastlanishlarni g'ayrioddiy tezlikda tiklay olish qobiliyatiga ega. SCP-015-IT asosan tunda faol bo'ladi. Bu esa ajablanarli emas, chunki uning terisi qorong'uda tabiiy niqob vazifasini bajaradi. Bugiman sut emizuvchilarni ovlaydi va uning eng sevimli o'ljasi insonlardir. Ammo u go'sht bilan oziqlanmaydi. Buning o'rniga SCP-015-IT o'ziga kerakli oziqni o'ljasining organizmida ishlab chiqariladigan adrenalin va noadrenalin moddalardan oladi. Adrenalin va noadrenalin bu organizm stress yoki xavfli vaziyatlarda yurak urishini tezlashtirish, qon aylanishini kuchaytirish hamda mushaklarga ko'proq energiya yetkazib berish uchun ishlab chiqariladigan gormonlardir. SCP-015-IT holatida esa bu moddalar kuchli dahshat natijasida ko'p miqdorda ajraladi. U aynan shu reaksiyani yuzaga keltirish uchun maxsus ov usulini rivojlantirgan. SCP-015-IT odatda qorong'u joylarda yashirinib, imkon qadar ko'zga tashlanmaslikka harakat qilgan holda navbatdagi qurbonini poylaydi. Agar u o'zini sezdirmay yashirinib tura olsa, o'ljasi bir lahzaga chalg'ishini kutadi va shunda mutlaqo shovqinsiz unga yaqinlashadi. Yetarlicha yaqinlashgach, u bexabar qurboni tomon tashlanadi. Uni mahkam ushlab oladi va buyrak usti bezi joylashgan tana yon qismidan tezda tishlaydi. Og'zini mahkam qotirib turish uchun yirik tishlaridan foydalanar ekan, ikki kuchli tilining ignasimon organlari qurbon tanasi ichiga kiritiladi. Ignalardan biri to'g'ridan-to'g'ri buyrak usti beziga sanchilib, qo'rquv ta'sirida adrenalinga boyigan qonni so'ra boshlaydi. Xuddi shu payt ikkinchi igna yengil tinchlantiruvchi modda yuboradi. Natijada qurbon qimirlay olmay qoladi va SCP-015-IT hech qanday xavf tug'ilmasdan oziqlanib, voqea joyini tark eta oladi. Maxluqni ko'rganidan taxminan 2 hafta o'tgach, o'sha odam turli ruhiy muammolarni boshdan kechira boshlaydi. Bular orasida gallyutsinatsiyalar va vahima xurujlari eng ko'p uchraydi. Ba'zi odamlarda jismoniy muammolar ham kuzatiladi. Eng ko'p zarar ko'radigan tizim esa yurak qon tomiri tizimidir. Bu ruhiy va jismoniy ta'sirlar nima sababdan yuzaga kelishi hozircha noma'lum. Biroq SCP-015-IT o'zi uchun haddan tashqari kuchli yoki xavfli deb hisoblangan o'ljalarni oldindan zaiflashtirish uchun shu usuldan foydalanishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. 2011-yilda Bugiman haqiqatan ham qo'lga olingan. Ammo uni SCP fondi emas, boshqa tashkilot ushlagan. Avliyo Georgiy ritsarlari birodarligi 453-yilda Papa tomonidan tashkil etilgan. Barcha anomal mavjudotlarni yo'q qilish yoki nazorat ostiga olish bilan shug'ullanuvchi katoliklar cherkovining maxfiy ordenidir. Ularning nazorati ostida bo'lgan vaqt davomida ular o'zlari soya jin deb atagan ushbu mavjudot haqida bir qator muhim kashfiyotlarni amalga oshirishdi. Birinchidan, ular maxluq qurbonlarining qonini ichish orqali ularning qo'rquvidan oziqlansa-da, aslida yashab qolish uchun bunga muhtoj emasligini aniqlashdi. Ular Dia 212 deb ataladigan bu mavjudot beqaror tabiatga ega bo'lib, oziqlanish unga bizning voqeligimizda jismoniy shaklini saqlab turishga yordam beradi. Bugiman ajoyib jismoniy kuchidan tashqari ancha aqlli hamdir. Buni uning odamlarni muvaffaqiyatli ovlashi, ularga hujum qilishi va keyin qochib ketish qobiliyatlari ham tasdiqlaydi. Qiziq shundaki, u duo qilingan yoki muqaddas qilingan qurollarga ham ma'lum darajada chidamli. Bunday qurollar oddiy, muqaddas qilinmagan shunga o'xshash qurollarga nisbatan unga yetkazishi bo'lgan zararning faqat oz qismini yetkaza oladi. Maxluq ustida olib borilgan tadqiqotlar davomida Avliyo Georgiy ritsarlari birodarligi a'zosi ota Elardi shunday yozgan: "Garchi bu mavjudot har qanday tasavvur chegarasidan ham jirkanchroq bo'lsa-da, men uning qalbi muloyim ekanligiga ishonaman. Uning qichqiriqlari esa azob chekayotgan mavjudotning faryodiga o'xshaydi." Uning taxminicha SCP-015-IT bir vaqtlar oddiygina inson bo'lgan. Ammo qandaydir qorong'u kuch uni bugungi dahshatli maxluqqa aylantirgan. Shu sababli u bu mavjudot bilan muloqot qilish yo'lini topishni va bir kun kelib uni Xudoning nuri hamda mehriga qaytarishni o'zining hayotiy vazifasi deb bildi. Ota Elardi maxluq bilan munosabat o'rnatishga sezilarli yutuqlarda erishayotgan edi. Ammo bu sa'y-harakatlar fashistik okkult kengashi deb nomlanuvchi terroristik guruh hujumi tufayli to'xtab qoldi. Bu guruh jamiyatdagi tartibni izdan chiqarish maqsadida anomal mavjudotlardan qurol sifatida foydalanishga intiladi. Hujum davomida birodarlikning bir necha a'zosi halok bo'ldi va yuzaga kelgan tartibsizlikdan foydalangan SCP-015-IT qochishga muvaffaq bo'ldi. Ko'p o'tmay Italiyaning Caserta provinsiyasidan vampir hujumlarini eslatadigan voqealar haqida xabarlar kela boshladi. Voqea joyidan maxsus mobil operativ guruh yuborildi. Dastlab SCP-015-IT o'zining jismoniy ustunliklari yordamida ularni aldab, qo'lga tushmasdan qochishga muvaffaq bo'ldi. Ammo oxir-oqibat unga kuzatuv uzatgichi o'rnatilgan maxsus o'q tekkizildi va shu orqali uning joylashuvini kuzatish imkoniyati yaratildi.
Italiya mobil operativ guruhi maxluqni qurshab olishga muvaffaq bo'ldi. Biroq SCP-015-IT yana asirga tushishdan qo'rqib, undan ilgari hech kim kutmagan darajadagi shafqatsizlik bilan qarshilik ko'rsatdi. Bugiman nihoyat jilovlanishidan oldin maxsus mobil operativ guruhning bir nechta a'zosi xizmat vazifasini bajarish chog'ida halok bo'ldi. Bugungi kunda SCP-015-IT Italiyaning Emilia-Romagna mintaqasidagi Victoria obyektida saqlanmoqda. Ushbu anomal mavjudot ongli va xatti-harakatlarini oldindan aytib bo'lmaydigan darajada barqaror bo'lgani sababli Euklid toifasiga kiritilgan. Bu oddiy gumanoid mavjudotlar uchun mo'ljallangan saqlash kamerasida ushlab turiladi hamda doimiy ravishda videokameralar va infraqizil detektorlar orqali kuzatiladi. Uning terisi yorug'likni yutish xususiyatiga ega bo'lganligi sababli kamerasi va unga tutash yo'laklar oq rangga bo'yalgan bo'lishi hamda doimo kuchli yoritib turilishi shart. Kuniga 2 mahal SCP-015-IT ga oziqlanishi uchun oddiy uy cho'chqasi beriladi. SCP-015-IT bilan ishlashga tayinlangan barcha xodimlar har hafta psixologik tekshiruvdan o'tishi shart. Tekshiruv natijalaridan qat'iy nazar, ular Bugiman bilan 3 oy ishlagandan so'ng boshqa joyga o'tkaziladi. Hozircha shular. Ammo SCP arxivida bundan-da qiziqarli anomaliyalar juda ko'p. Yangi anomaliyalardan bexabar qolmaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosishni unutmang. Video haqida fikrlaringizni va keyingi videoda qaysi anomaliya haqida bilmoqchiligingizni izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr.